o'zimga o'zim tushunmayman-da ba'zida. O'zim bilan o'zim tortishib qolaman. Mana men aytaman-da, mana shu ishni qilma. Odamlar gapiradi. Odamlar kuladi deyman. Lekin ichimdagi o'zim yo'q, shu ishni qilasan. Ya, shu ishni qilasan deb qo'ymaydi. O, unday qilma, odamlar kuladi, odamlar gapiradi deyman. Tushunmaydi. O'zimga o'zim tushuntira olmayman-da. Aytganimni qilmaydi. Unday qilma, odamlar kuladi desam ham, "Yo, shu ishni qilasan" deb turadi. Nima qilay? O'zimni o'zim so'ka olmasam, o'zimni o'zim ura olmasam, nima qilay? Mana hozir ham shu videoni olmaylik, shu ishni qilmay desam ham, "Ya, shu ishni qilasan" deb turibdi. O'zimni o'zim tushunmagandan keyin begonadan nima kutaman?